2026-yil litsenziyalangan firmada Umra safariga bormoqchiman. Narxlar qanaqa bo'lyapti degan obunachilarimiz uchun Xudo xolasa bugun Hikmat Travel Abdug'ofur akaning yo'llariga yetib kelganmiz. Sizlarga chiroyli qilib narxlarini tushuntirib beramiz, shart-sharoitlarini tushuntirib beramiz. Qachonga, qayerdan reys bor degan obunachilarimiz uchun Xudo xolasa barcha savollarga javob olishlari mumkin. Keyin ko'pchilik to'lov masalalarida o'ylashyapti ekan, qayerlarga borib to'lov qilsak bo'ladi yoki onlayn to'lovlar qilsak bo'ladimi degan obunachilarimiz uchun Xudo xolasa sizlar savollaringga barchasiga javob berib o'tishga harakat qilamiz. Sizlar videoni boshdan bittadan laykni bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'ysalaring, birinchilardan bo'lib videolarimiz chiqib boradi. Layklarni bosib qo'ygan bo'lsalaring, biz videoda Abdug'ofur akadan ma'lumot olishda boshladik. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xudo xolasa aka obunachilarimizga reyslarda narxlarini tushuntirib bersangiz, sanalarni tushuntirib bersangiz, keyin shart-sharoitlarini, to'lov masalalarini aytib o'tamiz aka. Xo'p bo'ladi. Xo'p, Toshkentdan boshlaymiz. Toshkent, Namangan, Farg'onadan reyslarimiz bor. Hozir chislovlari qachonga deydiganlar uchun Toshkent Madina reyslarimiz 5-6 avgust kunlariga bor. Hozir yangi oyga hisobda o'tdik. Iyul oyida reyslarimiz hisobda to'ldi hammasi. O'shaning uchun uni chislovlarini aytib o'tmaymiz. Haftani har chorshanba, payshanba kunlari reyslarimiz bor, xudo xolasa. Toshkent Madina reyslarimiz 5-6 avgust kunlari bo'ladi. Toshkentdan Primoy reys Madinaga bo'ladi 5-6 avgust kuni. Buni narxini $930 qilib beramiz. Namangandan 5-avgust kuni bo'ladi Namangan Madina, Farg'onadan Farg'ona Madina 6-avgust kuni bo'ladi. Xo'p. Bularning ham narxini $930 qilib beramiz, xudo xolasa. Bemalol aloqaga chiqinglar, chiroyli qilib narxlarni qilib beramiz. E'tibor bersalaring, chorshanba, payshanba kuni xudo xolasa Toshkentdan bo'lyapti reyslarimiz. Chorshanba kuni Namangandan bo'lyapti vodiydagi, payshanba kuni Farg'onadan bo'lyapti. Xudo xolasa har chorshanba, payshanba kuni reyslar bor. Har chorshanba, payshanba kuni reyslarimiz bor. Xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar, inshaalloh qilib beramiz. Endi mana aka narxlarda aytib o'tdik. To'lov masalalari qanaqa bo'ladi? Ofislaring qayerda bor? Onlayn to'lov qilsa bo'ladimi? Xo'p, to'lovlarimiz xudo xolasa ofislarimiz respublikamizning 3 ta viloyatlarida bor. Toshkentda bor, Andijonda bor, Farg'onada bor. Xo'p. Xohlaganlar ofislarimizga kelib to'lov qilsalaring bo'laveradi yoki bo'lmasa onlayn joylarni bron qilsalaring ham bo'laveradi. Shu nomerlar, shu telefon nomeri, o'zimning nomerim. Telefon qilsalaring xudo xolasa o'zim javob beraman. Ismim Abdug'ofur. Onlayn joylarni bron qilsalaring ham bo'laveradi. Qanaqa qilinadi, shartlari qanaqa, bular telefon qilsalaring tushuntirib beramiz. Pasportlarni tashlab berasizlar, jingdekkina zakolat tashlaysizlar, qolganini aeroportda hisob-kitob qilaveramiz. Bemalol aloqaga chiqinglar, tushuntirib beramiz, xudo xolasa. O'zlariga qulay bo'lgan to'lov masalalarida yo'nalish to'lov qilsa bo'lar ekanda. Zo'r. Endi mana shart-sharoitlarni tushuntirib berasiz. Borishgandan keyin necha kun Madinada bo'lishadi, necha kun Makkada bo'lishadi? Xo'p, Madina Munavvarada 2 kecha 3 kunduz bo'linadi. 2 kecha 3 kunduz. Makka mukarramada 11 kun bo'linadi. To'liq bo'linadi, xudo xolasa. Keyin Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Madina Munavvarada gastitsalar uzoqligi 200-300 metr bo'ladi. Makka mukarramada 1 kilometrdan 2 kilometrgacha. Qaysi gastitsamiz bo'sh bo'lsa o'shaga tushadi. Makka mukarramada avtobus qatnovlari yo'lga qo'yilgan, xudo xolasa. Keyin Madina ziyoratlari, Makka mukarrama ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati ham bu turimizni o'z ichiga oladi. Borilayotganda o'sha 50 boshimiz o'zlari tushuntirib berishadi chiroyli qilib, xudo xolasa. Zo'r, gap yo'q, xudo xolasa. Keyin yana nimamiz qoldi, nimani tushuntirmadik? 50 bosh xizmati. 50 bosh xizmatimiz xudo xolasa aeroportdan birga borib, birga kelishadi. Undan tashqari firma tomonidan kamzil, so'mka, bejik beriladi. Qaytilayotganda 5 litr zamzam suvi ham bonus sifatida qo'shib beriladi har bir kishiga. Zo'r, gap yo'q. Xudo xolasa mana sharoitlarni tushuntirdik, narxlarni tushuntirdik, to'lov masalalarini ham aytib o'tdik, qachonga qayerdan reyslar borligini aytib o'tdik. Agar sizlarda qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga telefon qilib savollaringizga javob olishlaring mumkin. Abdug'ofur akaning o'zlarining nomerlarini qo'yib qo'yib, yana aytib o'tganimdek Hikmat Travel o'zining litsenziyasiga ega bo'lgan kompaniyada Umra safariga borishlaring mumkin bo'ladi. Videomiz yoqqan bo'lsa bitta like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'ysizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.